Assalomu alaykum hurmatli qozog'istonliklar va bugungi bizni parhezga qilgan hammaga assalomu alaykum. Yetib olishga rahmat. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Birinchi navbatda Alosh Braytga rahbarlariga rahmat. Yana ishonib odam qatorida ko'rib bo'y berganlar uchun va bundan tashqari Cowboy Fight Club Sho'roq Usmonov va trener Mirzatilla Bahodir Orifjonov o'rtog'im. Endi hammaga xullas kalom rahmat. Keyingi bo'yimni ham kuni aniq. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, keyingi bo'yim 5 kun bo'ladi Toshkentda Xalqlar do'stligida. O'zbek yakkaxon konsertimiz 7-maydan 11-maygacha. Borsalaringiz o'sha yerda yana bo'y bo'ladi. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyo tinch bo'lsa, hech qachon urush bo'lmasin. Hammaning uyida faqatgina yaxshi kunlar bo'lsin. Qozog'iston olg'a!